Yo, hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan men Zinoko. Bugungi videoda Lero MC bilan Ender Dragonni o'ldiramiz. Ender Dragonni qanday o'ldirasizlar degan savolga men sizlarga shunday javob beramanki, u Jitel bizga epik narsalar sotadi. O'sha Jitel epik narsalar sotgani sababli biz Jiteldan narsalarni olib Ender Dragonni o'ldiramiz. Qani biz videoga ketdik. Xo'p, biz spam bo'ldik. Bizda oldimizda daraxt ham bor ekan. Lero, salomlashib qo'ying. Salom do'stlar, sizlar bilan Lero Minecraft. Hop, bo'lmasam biz birinchi bo'lib daraxt chopib olamiz. Aytgancha jonimiz ham juda ham ko'p. Jonimizni shunaqa qilgan ekan o'sha datapakimiz. Ha, biz birinchi bo'lib daraxt chopib, keyin esa kuchayib olishga harakat qilamiz. Bo'lmasam biz videoni boshladik. Hop. 3 ta daraxt bo'ldi. Versaga sen. Hop, ana bu yerda yo, portal bilan mana bu yerda qishloq bor ekan. Yo-mayo. Yo-mayo. Sandığı mana. Bu sandıqni ochsak, deyarli kerakli narsa yo'q ekan. Lekin birovni oltin uchun bo'laveradi, mayli. Yo'qdan ko'ra bor yaxshi. Ketdi, Jitel axtaramiz. Jiteldan biz keyin kuchayishimiz kerak bo'ladi. Hop, bo'lmasam biz Jitel axtarib kuchayib olamiz. Ichkarida Jitel yo'q. Aytgancha bu Minecraft sizlarga yana biz o'z narsani ko'rsataymi? Birdan kimni bo'lsa ham birdan ursalarni o'lib qolar ekan. Juda ham hali kuch sila nimasi effekti berilganmi yoki datapak o'zi shunday qilganmi? Xulosa shunaqa ekan. Temirchun 2 ta ekan, men tomoniga siz o'ting. Lut qilib chiqing. Almas, yo-mayo. Endi Ender Dragonni o'ldirsak bo'ladi. Faqat bizga kerakli jihozlar nima bo'lsa, yetsa bo'ldi. Hop, bizga temir ham unchalik ham kerak emas o'zi. Aka, men sizga 3 yasab. Elitrami? Qanday? Mana, bundan sotib oldim. Jiteldanmi? Men. Qani siz? Qotishga e'tibor bermaysizlar, shader endi shunday qotiryapti. Obsidian bor ekan, faqat bizga obsidian kerak emas hozir. Ovqat, boshqa narsalar ham kerak emas ekan, bu yerda bo'ldi. Bizga yetadi shu narsalar. Biz bo'lmasam videoda Jiteldan narsalarni sotib olamiz va videoni davom ettiramiz. Videoni pauza qilib turaman, sizlar rozi bo'lasizlar. Uzr so'rayman lekin. Ayo, to'xtanglar. Xo'p do'stlar, mana biz kuchayib ham oldik. Bizga mana shaderlar qaranglar. Mana bizga portal bilan anaqa ham sotib oldi Lero. Va biz portallarni qurib Ender Dragon oldiga ketamiz. Ender Dragonni bir urishda o'ldiramiz. Hop, endi bularni qo'yib chiqamiz. Lero, men qo'yib chiqing o'zingiz, u sotgan narsada. Lero. Yo. Qayerdasiz? Ender Dragonni o'ldiramiz, keling. Men sizga olib qo'ydim. Sandiqda qarang, oxirini. Keyin tezroq. Hop, almazlar kerak emas. Hamma narsani sandiqqa qo'yib qo'yamiz. Bu kerak bo'lib qoladi. Lero, qayerdasiz-ki? Hop, topib olamiz Leroni. Topib qilmamizga. Yuring, mana bu yoqda edi. Lero. Yuring, Ender Dragonni o'ldiramiz. Mana o'rgimchi. Ketdi Lero. Hop, sizlar. Mayli. Ko'rlarimi bitta zarbaga yaramaydi bittasi ham. Bo'ladi. Ketdi, bo'lmasa men Dragonni o'ldiramiz. Mana shu yerda edi. Bo'ldi, bizga ortiqcha muammo kerak emas. Va biz Ender Dragon oldiga ketamiz. Sandiqda qarang, anaqa bor. Bo'lmasam o'zim ham boraman. Aha, ketdik unda.
Hop, bo'lmasam biz Ender Dragon oldiga ketdik. Vau, yorug'ligini qaranglar. Shader ozgina qotiryapti. Lero ma'lum bir sabablarga ko'ra chiqib ketdi. Hop, bo'lmasam biz ketdik. Ender Dragonni yo'q qilib, abjag'ini chiqaramiz. Hop, biz mana shu tomonga ketamiz. Go bo'lmasam obunachilar, sizlar videoga like bosinglar, kanalga obuna bo'linglar. Sizlar bilan Zinok. Hop, men tezroq 100 ta bo'lmoqchiman. Eski kanalim esa u kanalim endi yo'q, unda faoliyat yurita olmayman. Shuning uchun sizlar hissalaringizni qo'shib, menga obuna bo'lsalaringiz juda xursand bo'lardim. Hop, bo'lmasam ketdi Ender Dragon oldiga. Ender Dragon qaysi tomonda ekan? Voy, mana shu tomonda ekan. Anaqa yozuv chiqdi. Yo'qol tepaga ko'ylab ketaversak, hozir ochiladi. Mana biz 33 ta bo'ldi. Sizlarga zo'r narsa ko'rsataman. Ender Dragonni bir dona urishda o'ldiramiz. Hatto Endermenlarimizga qara olmaydi-da, qaranglar, qo'qadi. Tegmaydi mana. Ko'ryapsizlarmi? Tegmaydi. Tegsa shu ahvolga tushadi. Qaranglar, bitta urishda o'ldiramiz. Bor yo'g'i bir dona urishda. Mana Ender Dragon yo'q bo'ldi. Bir dona urishda obunachilar. Qaranglar obunachilar, bor yo'g'i bir dona urish. Ko'rdinglaring-ku. Menga obuna bo'lib qo'yinglar, shuning uchun ham sizlarga shunday modlarni tashab qo'yaman, hattoki Telegram kanalimga deyapman. Hop, aytgandek o'sha mod va shaderni Telegram kanalimga tashab qo'yaman. Biz Minecraftni yutdik, qani ketdik. Odimiga kirib olamiz endi. Yo, juda ham oson Ender Dragon o'ldirish bo'ldi. Oson bo'ldi Ender Dragon o'ldirish. Mana suvlarni qaranglar, shaderni suvda bu. Endi qayerdan spam qildim meni? Ha, mayli. O, bo'ldi, topdim qishlog'ini. Obunachilar, sizlar videoga like bosib kanalga obuna bo'linglar. Sizlar bilan men Zinok bo'ldim. Hammaga xayr.